Senat raisi Tanzila Narbayeva agar kallangiz oshkovoq bo'lmasa, ayol kishisiz. Bitta, sekin-asta. Birdaniga joningni olsam tez o'lib qolasan. Senlar ham bizga o'xshab bir qiynalishqin. Bir qiynalib, enangni dindaliga chiqqan zavodingga shunday kirib ketishkin bir ko'raylik biz ham. Bu dunyo qaytar dunyo, nimani qilsang shuni olishdasanlar. Onasiz, shunaqa qiynalib chiqayotgan ayollari kerak bo'lsa istab boring, toping, gaplashing. Sizga ham stolni baylab bermagansiz, bu hayotga osmon tagiga ustun emassiz. Bir kun o'lasiz, o'ligingizni qurt-qumursqalar yeveradi sizni. Nima keragi bor? Ayol kishi bo'lganingizdan keyin ayol kishi tushunadi. Bu yerga Moskvaga kelish hech kimga havas emas. Qani O'zbekistonda mana shu Moskvadagi sharoit bo'lsa, hech kim Moskvaga kelmaydi. O'zbekistonda bunaqa sharoit yo'q. Nimagaki? Biz ozgina gapirib qo'ysak, yo tadbirkorlik qilamiz desak, sразу qo'timizga tushadi. Nalog'ni chaqiradi, departament chaqiradi, bor, aybini top, nima qilyapti, nima etyapti? Senlarga nima? Senlarga nima? Senlar eshiging tagiga borib qora qozonimizga oshnon so'ramayapmiz. Senlar qozoningni qulog'ida emasmiz. Senlar butun yerlarni sotib yutishib olyasanlar. Senlarga bo'laverami hamma narsa? Rosa mana gapiradigan joy keldi. Men Paxtavodda ham gapirganman, yana gapiraman. Bitta boshimga bitta o'limda. Bugun Xudo xolasa shunaqa chiroyli efir qilaman. Alloh nasib. Bugun mana ozgina vaqtim bo'ladi hali. Efirimni qachonligini Xudo xolasa men tabshestvamga yozib qo'yaman. Kimning nima fikr mulohazalari bo'lsa, kommentariyamni bemalol bildirishi mumkin. Patent chiqargan, patent degan, patentga har oy 5 mingdan pul to'ladigani uyi yonib, og'zidan rak bo'lib, enasini dindalagiga kirib, harom eshak bo'lib ketsin. Shunchalik o'zbek xalqini, o'zbek ayollarini, o'zbek erkaklarini qiynayotgan shu mutasaddi rahbarlar uyiga o't ketib, ko'tidan gemoroyi chiqib ketib, og'zidan rak bo'lib, oshqozonidan rak bo'lib, nima bo'lsa bo'lib ketsin, Xudo xolasa. Men rosa gapiradigan gaplarim ko'p. Отдельно gapiraman. Keltirib joy-joyiga qo'yib gapiraman. Xudo xolasa. Men bu kuni shunaqa kutdim. O'shanda ham gapiruvdim, meni 5 sutka, 3 sutka olib kirib qo'yib qo'yibman. Senlar bergan 5 sutkanga ham, 3 sutkanga ham. Zato joyida urib oldim, joyida tevib oldim, zato mazza qildim. Osmon qo'lingda bo'lsa shunday kallamga tashlab ol. Osmonning tagida qolib ketay men, bir qolib ketay. Lekin tashashdan oldin o'zlaring ham o'ylashda, ashin tagida o'zlaring ham qolib ketmagan. Men bu safar ketsam, o'zimman senlarni ham bitta tortib